tilagi ijobat bo'ladi degan umiddamiz. Marhamat. Mehmonlar uzoq yaqindan keyin mehmon xudolar sog'lig'ingizni salomatligingizlar. Mana nevarlar qo'shqon bilan qo'shqa qarib bog'li bo'lib eng ko'zda ko'rgan ayda bo'lsin. Shurada ko'rib hamma domoshcha sog'lig'ini salomatligini ko'rib xursand bo'lib. Borgan yeri tosh bo'lsin, ota enasidan ham ko'p hurmat qilsin, qayinna qayinsalom. Shunda sog' salomat o'ynab bo'lib yashab, bola chaqa bo'lsin. Degandan so'ng kattadan katta rahmat sizga. Salomat bo'ling, shukr buva. Hammamizni ham mana shunday nevara to'ylariga nasibi ro'za aylagan bo'lsin iloyim. Boshqalarning to'ylaridan chiqmasin. Bolalarimiz qo'shilib qo'shqa qarasin, baxtli, saodatli bo'lsin. Bitta qo'l ko'tarib o'ynab berasizmi? Salomat bo'ling. To'y gulim, esana bolalar. Bir bolakchi bir bolak, to'y gulim, oz gulim. Hurmatli uzoqdan kelgan bizni qizimizga xaridor bo'lib kelgan xudojonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringiz hasanot. Mana bugun kelib, xudolar endi ko'pchiligi bo'lamacha xudoni tanimaydi. Qanaqa xudoga xudo bo'ldi ekan, qanaqa insonlar degan savollar bo'ladi. Endi men mana shu xonadonni uchib ketgan qizi bo'laman, bu xudolarga opa bo'laman. Endi men ukam to'g'risida gapiraman. Ukam bizni otam bilan teppa-teng aziz insonimiz. Bizni qiyinchilikda hamma qizlarni yaratuvchi mayog'imiz bo'lgan. Bizni shamchirog'imiz bo'lgan. Doim qiynalganimizda mana shu ukamga murojaat qilganmiz. Doim ukam bizni ana shu qiyinchilikdan qo'limizdan yetaklab olib chiqib ketgan. Juda ham saxiy, yaxshi inson. Ukam sifatida aytsam, 1000 ta ukalarning ichida bitta tug'ilishi mumkin, u ham bu mo'jiza. Shunaqa inson bu. Endi kelinimizga keladigan bo'lsak, bu kelinimiz mana shu xonadonga kelin bo'lib kelib, inajonimiz bilan birga yashab, inajonimizni biz kelib oyoqlarini yuva olmaganmiz, tirnoqlarini ola olmaganmiz. Kechqurun kelib uyqusidan xabar ola olmaganmiz. Mana shu kelinimiz quchoqlab oyoqlarini vanna qilib yuvib, tirnoqlarini olib, kechqurun xabar olib, bolasini boqqanday qilib parvarish qilib, yuvib tarab qaragan ayol. Mana shu ayolni qiziga xaridor sizlar. Bu ayol mana shu otamni ham chiroyli qilib yuvib tarab mana olib qarab o'tiribdi. Mana shu ayolni qizi nasib bo'lsa sizlarga uylaringga borsa, mana shu baxti kulgan peshonasi pesh qarish yigit baxtli bo'ladi nasib bo'lsa Xudo xolasa. Iloyim baxtli bo'lsin. Rahmat. Opajon niyatganingizda o'zingizga hamroh bo'lsin, bu yoqqa keyin ketmaysiz. Mana shu xonadondan o'tganlarda ruhlari shod bo'lsin. Onamizni ham ruhginasi shod bo'lsin, go'rginasi obod bo'lsin iloyim. Umidvor bo'lganlarda hammasini go'rginasi obod bo'lsin. Shukr bu bitta davrani ochib berasiz degan umiddamiz. Davramiz sizga muntazir, marhamat, ketdi. Marhamat. To'ylar muborak bo'lsin. Akbar kuyov muborak bo'lsin barcha.
to'ydan chiqmasin iloyim. Hamisha davralarda to'rida yuring. Shukr bo, yana bir bora kiyov muborak bo'lsin. Akbarjon boshqaning to'ydan chiqmasin ukajon. Endigi so'z navbatini mana shu xonadonga begona bo'lmagan Nabiboga beramiz. Nabibo bormi? Nabibo keng. Nabibo keng. Qani shoirona? Voy. Tortib olayım. Chaqon biza iltimos. Shoirona to'ylar muborak bo'lsin. Kiyov muborak bo'lsin. Kiyov emas, iloyim sizlarga o'g'il farzand. Aziz mehmonlar, bellarini qamish bilan bog'lab xizmat qilayotgan xizmatkorlar. Xush kelibsizlar Nuridiyda tojisar. Sizni yer asrasin, samo asrasin. Dasturxon boshida duo asrasin. Bandani qo'lidan hech narsa kelmas. Hammangizni Alloh taolo asrasin. Mana bugun qonunda qizlarni foto to'yi ekan. Qizlari ham baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin. O'zlari ham qo'sha qarisin, qizlari ham qo'sha qarisin. Kelgan mehmonlarning barchalari qo'shganlari bilan qo'sha qarisin. Hamisha to'yxona murodxona bo'lsin, yaxshi kunlarda, yaxshi nima deydi, yaxshi kunlarda diydor ko'rishib turaylik. Kelasi yil beshik to'ylarga ham mana shunday o'tirishimiz nasib aylasin. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Niyatginangiz hamroh bo'lsin. Endi so'zginangizni bitta isbotlab berasiz degan umiddaman Shoir opa. Boshginangiz to'ylardan chiqmasin. Salomat bo'lasiz. Mana davramizga muntazir. Sizlar yana bir bora nima deymiz? Mana shu xonadonni onamiz bor vaqt tark etib ketgan. Joyiga nasib jannatdan bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. O'rniga Chinigul opamiz bor ekan. Chinigul opamiz bormi? Chinigul opajon. Chinigul opamiz hozir ham bir xizmat bilan zaynda o'xshaydi. Chinigul opa bormi? Opa menga keling. Kiyov muborak bo'lsin. Boshqalaringiz to'ydan chiqmasin. Qo'shilib qo'sha qarsin yoshlar.
Hamma niyatlari amalga oshsin. Siz berganlaringiz uchun rahmat. Rahmatni qo'yib qo'yasiz, bitta tabriklab berasiz o'ynab, keling. Marhamat, boshqarangiz to'ydan chiqadi. Kiyam muborak bo'lsin, yana bir bora ketdik. mehmonlar, xudojonlar, avvalambor amalangiz xush kelibsizlar. Mana shu ukamlarjonimni mana shu dargohlariga. Ilohim mana bugun shu jondan aziz qizlari Sevara oyida fotiha to'yi ekan. Ilohim shu yoshlar baxtli bo'lsin ilohim. Qo'shgani bilan qo'shsha qarisin. Ilohim mana shu xonadonda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Xudochiliklari ming yilchilik bo'lsin ilohim. Ilohim mana shu mahallada, tumanda, qolaversa viloyatda, respublikada eng namnali oilalardan biri bo'lsin. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Aziz vaqtlaringizni ayamay, bugun mana shu ukamjonimning mana shu yaxshi kunlariga ishtirok etganlaringiz uchun xush kelibsizlar hammalaringiz. Onajon bitta tilak bildiring o'tirgan joyingizda mayliga. Yana shunday bo'ldi. Baxtli bo'lsin, o'ynab bo'lsin, bo'lib ketsin. Organ yerga tosh bo'lib, ota enalari, kuyovdan kuyovam millador bo'lib yashasin. Xudo shularga yaxshi kunlarni, Xudo shularga ularni bersin. Xudolarga sizlar butunlar hammalarimiz kelganlarimiz, xudolarım odamlar. Bolalarimiz sog' salomat yursin, Xudoning o'zi o'z xonasida qolsin. To'yimiz yaxshi bo'lsin, qizimiz baxtli bo'lib, uni bo'lsin, yursin. Hamma vaqt sog' salomat yurganini eshitib turay, ko'rib turay.
Nevarangiz ham iloyim sizni yoshingizga kirib qo'shib qo'sha qarasin iloyim. Hoji ona bo'lsin iloyim shu kelinimiz ham. Endigi so'z navbatini Ibrohim ota bor ekan xudolarimizdan kelgan. Ibrohim ota bormi Xudo tomonidan? Mehmonlar, xudo bo'lar. Mana bugun shu xonadonda bir anjuman ustida turibmiz. Ularning sababchisi kelinimiz hamda nevaramiz. Bular qo'shqani bilan qo'shcha qarisin, bolali chaqali bo'lsin, o'g'ali juvali bo'lsin, borishli kelishli bo'lsin. Elga, xalqqa xizmat qilayotgan ajoyib bir oilalardan biri bo'lsin deb tilak bildiramiz. Shu xonadon men qarangki endi bu kuz paytida ham bahor faslida xuddi bo'lib turibdi. Bularni hamisha shunday bahoriy kayfiyatda uzoq umr va saodatli bo'lib hamisha shu xonadonga qadam bossak, to'yladim qadam bossak. Xudo salomat bo'ling. Mayli. Shularni huzurini ko'ring, bola-chaqalarni, nevaralarni hamisha shu yaxshi kunlarda uchrashaylik. Bo'pti. To'y qildi olsun. Rahmat. Sabohat ona bormi? Keling onajon, kelin muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz xudojonlar. Mana bugun ukajonimizni uylantirdik mana shu yerda. Kichik bir anjumanda o'tiribmiz. Avvalo mana shu qishloqqa bir xursandchilik bilan kirib keldik. Elbekjonni uylanganini eshitib, bir xursand bo'lgan bo'lsak, yaqin arada quda tanishuvga kelganda shunday yuzlar nurga to'lgan kishilar bilan quda bo'lganimizga yana bir sevindik. Iloyim bunday sevinchlar ko'p bo'lsin. Kelinimiz borib xizmat qilganda bundan ham ko'p sevinaylik. Elbekjon bilan kelganda yana xursand bo'laylik. Xursandchiliklarga to'la bo'lsin. Elbekjon bilan Sevaraxon baxtli bo'lsin. Ular baxtli bo'lsa, hammamiz xursandmiz, iloyim. Xudobo bilan Xudo xola ham baxtli bo'lishsin. O'zlari ham yosh ekan, hal bular ham qo'sha qarisin. O'g'lini, keyingi qizlarning to'ylarida ham shunday ishtirok etdik. Xudolarga atalgan bir to'rt qator she'rimiz bor. Noma'lum shoiraniki deb qabul qilasizlar. Qizlaringiz mayli, bo'lmasin go'zal. Olim ham bo'lmasin buyuk. Uning yuragida yashnasin g'azal. Ular tushgan uyga bo'lishsin suyuk. Mayli oddiy bo'lsin u sodda. Zarur odam bo'lsin, kirsa qay uyga. Mehnatdan qadoqli qo'lida oyday chaqaloq qiqirlab talpinsin kuyga. Mayliga she'rinday bo'lmasa sulov, shirin suxanidan gulga kirsin bog'. O'zgasin bir o'rganar-ku u, juftini shirinday sevolsin biroq. Iloyim baxtli bo'lsin, iloyim to'ylarga to'la bo'lsin shu xonada. Rahmat. Salomat bo'lsin. Salomat bo'l. Boshqalaringiz to'ydan chiqmasin. Qani bitta isbotlab berasiz degan umiddamiz Sabohat opa. Davramizlarga muntazir xudolar bormi? Xudolarga marhamat.
Oldu aytıyorsun endi. Ha, endi o'zi ham qo'yverdi. Aytyorsa musqan qo'yversin endi. Ya shunda ikki-ikkiga bo'lib qo'yavering, mendan keyin bo'lib qo'yib, bolalar sindiradi. Keyin sindiruvlar, olib qo'yinglar. Katta bo'lsa. Katta bo'lsa sindiradi. Ha, yo'q. Katta bo'lsa berdan. Hammasini bermay, shu yoqda maydalab olib kelibdi hozir. Ha, hammasini bering. Shu yoqda maydalab ikkita tarifga olib kelasiz ularga. Voy, hammasi maydalab sindiradi. Bunda bervarim yoqda maydalab olib keladi. Ikkita tarifga har xil har xildan lakasi keladi. Okuyma lekin. Bo'lamiz. Xudojonlar, mana bu yerga yig'ilishimizning maqsadi bu jiyanim Chamanni fotiha to'ylari kuyovimizda ham jiyanimda fotiha to'ylari ekan. Men bu ikkala yoshga uzoq umr tilayman, sog'lik, baxt saodat tilayman. Mana shu xonadonga faqat to'y tomosha bo'lsin. Bundan keyin topganlari to'ylarga buyursin. O'ynab tabriklab beramiz xolalari bilan. Rahmat so'z berganingiz uchun. Rahmat.
sovg'ani katta tog'alari Ahmad akaga beramiz. Ahmad aka jiyanlaringizni bir chiroyli tabriklar bilan tabriklab bir mikrofon olib kelib borsangiz. Birinchi xudojonlar, aziz qishloqdoshlar, aziz og'ayinlar, Ural tog'am og'aynim bo'ladi, Rustam bu og'aynim bo'ladi. Dunyo zamon hayot kimdan qolmagan, nechun dunyoni qizg'onding mendan dedi. Mana to'y bo'layotgan jiyanimga mustahkam sog'lik tilayman. Xudolar bilan mening singlim, mening kiyovim bordi keldi unutilmasin. Nasib bo'lsa kelasi yil ana shu kelinga yangi beshik degan narsalarni qo'yilsin. Sog' bo'laylik, omon bo'laylik, kam bo'lmaylik. Xudo hech kimni qismasin. Bandadan, davlatdan, puldan, hayotdan, ishdan qismasin. Men ana shu jiyanimga 5 ta o'g'il, 5 ta qiz orzu qilaman. Mayli gay. Show me the
گلوشتن حیرانه دخترچی باشد یاد اگر میدانه یاد اگر میدانه گلوشتن حیرانه 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 یاد اگر میدانه Xudolar beshimiz varsin, xudolar beshimiz qo'sha qarisin, ulug' bo'lsa kala bo'lsin, tushgan joyiga kelinimiz ham tosh bo'lsin. Mana ko'plarni ko'chaga qarab Kılma halak, çıldarma yolunda kılma halak. Bana sen gereksen bana sen gerek, sana ben gerekmem bana sen gerek. Bana sen gereksen bana sen gerek, sana ben gerekmem bana sen gerek. Sen gerek
O'ral opaga beramiz. Keling O'ral opa. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Xudomiz xonadonida katta tantana. Uning guvohi nabiram Elbekjon va kelinimiz Siyora oila. Bu 2 yoshga salomatlik, uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Har doim Xudomizning dasturxoni ochiq bo'lsin. Yaxshi kunlarga, to'ylarga kelaylik. Hammalaringizga rahmat. Rahmat Xudo xolar. Endi navbat o'yin navbati Xudojonlarga. Yigitlarni qo'llarini to'ldirib, gel endi ko'chalarini to'ldirib. Yigitlarni qo'llarini to'ldirib, chiroyli zo'rliqda talab yanlarni, chiroyli zo'rliqda talab yanlarni, hammasini o'rta yo'lda qoldirib, kerakmas qo'ya. Şekkeleri yaprak, lableri oyma, kırmızı dudaklara gerekmez duyar. Ağlasını aşakıra doldurup durur.
chiroyli qilib mana bu tayyor jemperlari, ko'ylaklari mana hozir chiroyli qilib xudolarning o'zi ta'riflab beradi. Angorka jemper paltosi, xalatchasi, qaynoqaynotasini xizmatlarini qiladigan, uylarida ro'zg'or ishlab kiyadigan kiyimlari. Mana bu gatovoy ko'ylaklari. Mana bu bezrukavkasi. Angorka bezrukavkasi. Турецкий кофточкасы. Тройка. Турецкий койкасы. Костюм ko'ylagi. Nega podarka? Kurtkachasi. Ko'ylakchasi, ko'ylagi. Ishga kiyadigan, o'qishga kiyadigan ko'ylagi. zamonaviy.uz Show biznes olami. Shubasi. Plashi. Xalatchasi, komplekt. Xalatchasidan so'rayman. Kofta yubkasi. Kostyumchasi, angorka kostyumchasi. Paltosi, turetskiy paltosi. Matolari chevarda. Xudo xola rahmat, shuni izzatlab, shunday farzandlaringiz uchun shunday liboslar qilsiz. Lem rahmat. Xush chaqarsin farzandlaringiz iloyim. Topganlaringiz faqat yaxshi kunlarda mana shunday farzandlaringizni sarposiga nasib qilsin. Rahmat sizga. Iloyim buyursin hamma kiyimlarni. Xush chaqarsin yoshlarimiz. Sevarani qaynonalari Sevaraga atab taqinchoq olib kelgan ekanlar. Hozir shu udumimizni ham o'tkazdirib olamiz. taqdim etadilar.
Baxtli bo'lsin iloyim, qo'shsha qarisin. Buyursin bergan narsalari iloyim. Xizmatlarini qilsin, kelinlari. Kelin emas, qiz ko'p xizmat qilsin. Brilliant ko'zli komplekt halqa uzuklar qora ko'zim rahmat xudo xolar. Voy baxtli oltin taxtli bo'lsin. Kelasiz ish bilan azizlar, eshiklar tuza boringizlar, ammalar, xolalar. Faqat baxtli bo'lsin bo'ldi. Shunday bo'lsin. Pulli bo'lsin. Opam bilan qo'ycham hamisha uylarni ko'rsin, yaxshi kunlarni ko'rsin. Ko'p bilan qo'shaqarsin, xizmatini qilsin, odamlar uchun. Kelasiz shu vaqt beshga boringizlar, nasib bo'lsin. Xudo xohlasa. O'sha yerga qo'ysa stol ustiga. Kesadi kelin bilan. Kesmaydi. Shuni yediradi. Ishlab yeydi. Belka bilan shuni yediradi. Endi xudo xola qaynona kelin shirin shakarli bo'lsin deb shirinliklar atab olib kelgan ekanlar. Xudo xola mana endi bir-birlariga tort yeyish marosimini o'tkazamiz. Shirinlikday hayotlaringiz shirin bo'lsin iloyim. O'sha joyga o'dib o'ssin, borgan joyga tosh bo'lsin. Yediraver. Mana shu kuyovimda, mana shu kamulomda o'g'illari bitta iloyim. O'g'il farzand bo'lsin. Iloyim qo'sha qarisin, qo'sha qilsin. Qo'sha qarisin farzandlar. Xudochiliklar, tinchlik bo'lsin iloyim. Xushkepsizlar. Endi navbat qishligiga xudo xola endi o'ynaymiz. شبیه تاریکه با من باشی عشقم دنیا روان تیکه یاد تو هاشا آسوگی ندیسم جای تو قلبم خانه عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من
خوشگل شبای ما
istemem ya. Sana çarpacağım ya. Götürmezler mi? Baba. To'ydagi hammani nevalarimiz qo'shiq qarisin. To'ylar davom etaversin. Shu kuniga yetkazgani uchun arzimas bo'lsa ham farzandlarimizni shunday xursandchilik kunlarida chopon kiydirsak. Mana shu shuncha qilgan mehnatlaringizni huzurini ko'ring ilohim. Mana shu yaxshi-yaxshi sarpolar kiyib yuring ilohim. Navbatini mana shu sal biz kamchilik qilganmiz, shu oldinroq berishimiz kerak edi. Shu xudolarimizdan Eshto'xta buvaga so'z navbatini beramiz. Buvajon, endi uzr, sizga oldinroq so'z berishimiz kerak edi. Ola qazak ko'p bo'lsam, tushgan joyiga tosh bo'lsam, tuqqan bilan kelinim shular huzurida ko'rsin. Har doim vatanimizga vatanlar yaxshilik bilan borsin. Bu Xudonikiga ham yaxshiliklariga kelsin. Ularga shular Xudolar beshiga borsin, vatan bolam besh to'ylar qilsin. Har doim vaqtini bu Xudoni ham to'y
bo'lsin, har doim yaxshilikka kelin. Bahanjonimnikiga xudolar har doim yaxshilikka borsin. Shunday bo'lsin. Yelimiz, xalqimiz tinch bo'lsin, boshlarimiz ham odil bo'lsin. Mana yili har kun cho'p ketsin, uzoqlashsin. Hamma bola chaqasi bilan sog' bo'lsin, har doim xudoni yaxshiligiga kelsin. Xudoga